Assalomu alaykum. Meni uzoq yaqindan ko'rib boruvchi obunachilar, podpischiklarim, sog'misizlar, tinchmisizlar? O'zimizda mana Sharxinimizda, Pasarg'om Sharxinimizda bo'lib turib, mana bu mo'ljalimiz eski Tanxo restorani oldida bo'lib turib, bu moykaxonamizni ko'rsatib o'tiramiz. Keling, ya'ni moykaxona o'tirgan xohlagan narsalaringizni qiladi. Hozir ustani o'zini ko'rsataman. Ustani o'zini ko'rasiz. Endi bir xil joylarda o'zi allayapti deyishi mumkindir. Real mana ustani ishlayapti. Allohga shukr, zo'r bolalar, dasto'y mujiblar mana usta ishlayapti. Otabekjon ekan mana shu. Assalomu alaykum. Otabekjon, mana nima ishlar qilasiz? Aytib bering. Aka biz kraska qilamiz. Kraska qilamiz, kosmetika qilamiz. Mana shu apparatingiz nima? Mana chiroyli ko'rinadi, mana shu apparatingiz. Mana kimchiska apparatlari hammasini professional qilamiz aka. Mana mashinada nima ish qilyapsiz hozir? Bu yerda hozir polirovka, keramika bo'ladi, kimchiska bo'ladi, hamma narsalarni bo'ladi. Go'zallik saloni desa ham bo'ladi. Chiroyli qilib bu yerdan ko'rsatib o'tamiz, aka. Bu yerda sportlarimiz bor aka, bu professional sportlar. Sharxinda bittagina, hali ustaxonada ko'rmadim bunaqa apparat. Balki Mana bunda ham yo'q ekan. narsamiz bor ekan. Sharxinda bittagina ekan. Mana kelingizlar. Shu Otabekjon xizmatda o'zimiz Sharxinning bolalari chegilmalari bor, arzongina qilib beradi. Qo'rqmangizlar, shaharga bormangizlar. Mana Sharxinimizga xizmat qiladigan dastoyni ukamiz. Sog' bo'lingizlar, manzilda pastda raqamni qo'yaman, sog' bo'lingizlar. Men nomimdan kelsalaringiz bu uyga shuni ham qilib beradi. Sog' bo'lingizlar. Bo'ldi. Mayli.